Aleykümselam. Keling. Telefonlar ko'rayotgandi. Akamga bitta telefon podarka qilmoqchi edim. Ko'ravering. 5600 necha pul qo'yasiz? 128 taligi 3.200 ming, 256 taligi 3,5 million. Bo'lmasa aka mana 3 million 200 deydi. Beravering. Kami bormi aka? Qilib beraman. Aka 3 millionga beravering. Rosa yiqqan pulim yetdi. Akamga podarka deydi. Iltimos qilib beravering. 3 million qilib beraman. Seni ham Aka bilyapsan. keling. Qilib beravering. Bering aka. Keling topib olamiz. 3 millionga berdingizmi? 3 millionga Beravering aka endi. ha bot mana keling topib olishga. Ha. Oh, yang kita bayar sana ya, pulang. To'g'ri ekan. Iltimosli ishi bor edi. Qanaqa ekan? Akam arzon telefonlar yoqtirmaydi o'zi. Mashinaga podarka qilsam, qo'q qilsam yoqmay qolsa narxini ko'tarib beraverasizmi? Yaxshi telefon deb o'ylaydi. Mashina 4,5 million deb yozib beraverasizmi? Iltimos. Tepasiga yozib bersam bo'ldimi? Telefonga beraman. Mana aytgan narxini chiqarib berdim. Rahmat aka. One day later. Aka, meni ukam podarkaga 56 telefon olib ketdi ekan sizlardan. Ha? 4,5 million so'mga. Hı. Men shuni qaytarib bermoqchiman. Men yozgani yoqmay qoldi aka. Qadir. Qadir eling buni.